Bolaligimdan eslayman, jizza yeb katta bo'lganmiz. Adajonim rahmatli nonni ustiga jizza qilib berardilar. Shunda piyozlarni qo'yib, ustiga tuzlarni sepib yeb olardik. Bolalik paytimni eslasam, umuman og'ir kasal bo'lganimni eslamayman. Yengil o'tkazib yuborardik kasalliklarni ham. Immunitetimiz ham mustahkam bo'lardi-da, chunki jizza yeb katta bo'lganmiz. Hozirgi onalarimiz farzandiga jizza berishdan qo'rqadi. O'ylashadiki, xolesterinni ko'paytirib yuboradi, jizza, oshqozoniga zarar, to'g'ri zarar bo'lishi mumkin, qachonki me'yordan ortiq bersangiz. Lekin dumba yog'ida shunaqangi vitaminlar bor, vitamin A, vitamin D, vitamin E. Bular farzandingizni immunitetini ko'tarib beradi-da. Oldingi hozirgi holatni qaraydigan bo'lsak, hozirgi bolalarda immunitet past va onalar noto'g'ri mahsulotlarni beradi bolasiga. Agar siz mana shu 4 yoshdan oshgan bolangizga bir oyda hech bo'lmasa 2 marta jizza berishni boshlasangiz, bolangizni immunitetini tabiiy ko'targan bo'lasiz. Buni albatta sinab ko'rishingizni maslahat beraman, chunki bu menimcha mendan tashqari juda ko'pchilikning bolaligida bo'lgan holat deb o'ylayman. Jizza yeb katta bo'lganlar bormi? Kommentariyaga yozib yuboringlar, jizza yeb katta bo'lganmiz deb.